Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan YouTube kanalimiz uchun nomer tasdiqlashni ko'rib chiqamiz. Hozir ko'pchilikda mana shu narsa muammo bo'lyapti. Hozir sizlar bilan batafsil tanishib chiqamiz. Mana YouTube ga kirganimizda biz video yuklash tugmasini bosamiz. O'rtada plus tugmasi turibdi. Video yuklash tugmasini bosdik va bitta gorizontaliga olingan videoni tanlab oldik. Mana gorizontaliga olingan videoni tanlab oldik va mana bu yerdagi qalamcha tugmasini bosganimizda bizni kanalimizga nomer tasdiqlashni so'raydi. Mana qalamcha tugmasini ustiga bir marta bosdik va bizda mana shunaqa oyna ochildi. Endi biz davlatga O'zbekistonni tanlaymiz va O'zbekistonning Beeline nomerini kiritamiz. Avvalgi videolarda ko'rsatgan edik, faqatgina Beeline nomerlarga kod borayotgan edi. Hozir yana yangitdan Beeline nomerini kiritib ko'ramiz. Va kod boradimi, yo'qmi sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Men hozir bu yerda telefon qilish tugmasini bosdim. Bizni telefon nomerimizga telefon qilish kerak va biz 6 xonali kodni kiritishimiz kerak. Bizda telefon qilish uchun tanladik va tanlaganimizdan so'ng Отправить tugmasini bosdik, lekin bizga hozirgacha telefonimizga qo'ng'iroq qilgani yo'q. Bizning telefonimizga umuman qo'ng'iroq bo'lmadi. Bu degani hozirda O'zbekiston nomerlarini biz umuman YouTube ga ulay olmayapmiz. Agar kimdirda ulangan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda yozib qoldiring. Nomer ulash xizmati kerak bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qilsangiz bo'ladi. Video kommentariyasida link qoldiraman. Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.